Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda yana bitta shikolat narxida shikolat uyimizda sotuvga chiqdi. Uyimiz lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Chilonzor 17-kvartalda Novostroykada joylashgan 2 xonali studiya variantimiz sotuvga chiqdi. Uyimiz investitsiya uchun juda ajoyib planirovka, ajoyib narxda. Uyimiz Euro remont qilingan, ko'rib turibsizlar. Mebel texnikali, hamma narsasi tayyor. Bitta kiyimlaringizni va idish-tovoqlaringizni olib kelib yashasanglar bo'ladi. Uyimizda hamma sharoit bor. Ko'rib turibsizlar, konditsionerlarimiz ishlab turibdi. Bizning bu kirib kelish eshik qismimiz va bu yerimizda prixoshka. Prixoshkada mebellarimiz ham juda ajoyib stilda qilingan. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoq. Uyimizni sanuzel qismini sizlarga ko'rsatib o'taman. Uyimizni sanuzel qismi. Sanuzelde hamma sharoitlar qilingan bu yerda, mana ko'rib turibsizlar. Tak. Sizlar bilan endi uyimizni birinchi xonasi zal qismi bilan tanishib chiqamiz. Bu yerimiz studiya variant, ya'ni ko'rib turibsiz, gullar, mana mebellar juda ajoyib stilda qilingan va turetskiy yumshoq mebellarimiz qo'yib qo'yilgan. Bu yerda bemalol choy ichib, maza qilib, damo televizor ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Uyimizni sizlar bilan ikkinchi xonasini ko'rsatib o'taman. Uyimizning ikkinchi xonamizda mana spalniy qismi, kattalar yotoqxonasi. Bu yerda hamma sharoit bor. Bu yerga mana oynalarimizni qo'yib qo'yilgan. Bularimiz mana joylashgan. Uyimizni dokumenti top-toza, ko'rib turibsizlar. Dokumentingiz qo'limizda, kalit ham qo'limizda. Bu bize shkaf qismi, spalniydagi. Bu yerda ham chiroyli qilib tokchalarimizni qo'yib qo'yilgan. Bu yerda kitoblaringizni yoki kerakli narsalaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Va bu yerda bizning mana ajoyib stildagi tompochkalarimiz. Spalniyimiz ham yangi turetskiy spalniylar. Sizlar bilan endi 3-xonamiz, ya'ni oshxonani tanishtirib o'tamiz. Oshxonada ham hamma sharoitlarimiz bor, ko'rib turibsizlar. Mana холодильник, kirmoshina, duxovkalarimiz, mikronovka, stul ovqatlanib o'tirishga. Bu yerda bular yep-yangi. Mana ko'rib turibsizlar. Gaz plitalarimiz ham hammasi ishlaydi. Mikronovkalarimiz ham ishlaydi. Tak, bitichkalarimiz qo'yilgan, hamma narsa o'rnatilgan, pardalarimiz qo'yilgan. Tak, endi sizlar bilan balkon qismini ko'rsatib o'taman. Undan oldin sizlar bilan uyimizni umumiy kvadratlarini aytib o'taman. Uyimizning umumiy kvadrati 50 kvadratdan iborat. Chilonzor 17-kvartal 50 kvadratdan iborat Novostroykamiz. Narxini esa oxirida aytib o'taman. Ungacha like bosib, kommentga qizil tugmachani bosib qo'yinglar. Tak. Sizlar bilan endi balkon qismini ko'rsatib o'taman. Balkon qismimiz ham ajoyib. 2 ga 5 balkon. Bu uyimiz Chilonzor 17-kvartalda joylashgan Novostroykani, ya'ni bu mansarda qismida joylashgan bo'ladi. Shaharni bemalol ko'rib turibsizlar mana. Pastda parkovkalar bemalol, zimniy, letniy parkovkalarimiz, bolalar maydonchasi ajoyib usulda. Kechqurun bemalol chiqib tashqarida toza havoda aylanib yursanglar ham manzaramiz ham juda zo'r. Tak, bu uyimiz ham mansarda, investitsiya uchun men olishni maslahat beraman. Bu yerga yaqin metro Chilonzor, tak 10 minut 12 minutlik peshkom. Al-Xorazmiy krugimizda 2 metr. Bu Novostroykamizning orqa qismida esa parlament bor, ya'ni bu ko'chamizda yo'l yuzida joylashgan Novostroyka bo'lgani uchun 24 ga 7 ko'chalarimiz
pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uyimizni ko'rsatamiz. Uyimizni kaliti o'zimizda va uy o'zimizning nomimizda. Mayli, kimdirlar ko'rmasligi mumkin. Nomerlar aytib o'taman. 77lik 043 56 40. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.